porno joylariga aralashmasdim. Men endi iltimos desam ham bo'ladi shu rahbariyatimizdan ozgina bo'shatib berishsa, har xil kinolar olishsa, menimcha tomoshabin qaytadi. Chunki bizlarni o'sha yaqin qo'shnilarimiz olishyapti. Mana o'sha ramkani sal kengaytirish masalasi bo'yicha juda ko'p onlayn kinoteatrlar ochilgan. Shunaqami o'zi yo'lda bemalol onlayn kinoteatr uchun pul sarflab o'zligini yonidan kinoni qilishyapti. Demak, sizga shunaqa taklif berishdi, Ulug'bek. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ancha kengaygan horror insonlar tomonidan va ushbu murojaatni mana shu tanqidlarga qaramasdan men yo'llayman. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda bir videoga ko'zim tushdi. Taniqli aktyor Ulug'bek Qodirovni barchamiz bilamiz, taniymiz, sevib kinolarni tomosha qilib katta bo'lganmiz. Do'stlar, u kishi bir gapni aytgan, jurnalistning savoliga, umuman kino industriya haqida gap ketyapti. Ichki bozor haqida, kinoning rivoji haqida, o'zbek kinosini tashqaridagi deylik obro'si haqida, umuman kino ijodkorlarini deylik ish haqida, aktyorlarning deylik faoliyati haqida gaplar bo'lgan va ushbu jurnalistning savoliga Ulug'bek Qodirov mana shunday javob qilgan. Bizni ramkamizni kino industriyani ozgina kengaytirish kerak, erkinlik berish kerak. Shu kino ijodkorlarga yengillik berish kerak, mustaqillik berish kerak. Ozgina shunda bozorbop kinolar paydo bo'ladi. Tashqaridan kino ijodkorlarga kinoga talab bo'ladi, talab o'sha kino teatrlar odam bilan bo'ladi degan fikrlarni bildirgan. Bu fikrlari deylik hurmat bilan aytamiz, mutlaqo asossiz. Ulug'bek Qodirovning sababi hozirgi imkoniyatlar ham, hozirgi yengillik ham, erkinlik ham yurtboshimiz tomonidan deylik qilinayotgan kino sohasiga bo'lgan e'tibor o'zi yetarli. Faqat ishlash kerak, faqat harakat qilish kerak. Bu Qirg'izistonda bir jillar haqida olgan kinosini ko'rib, yo Qozog'istonda bir reketerlar haqida olgan kinosini ko'rib, biz andoza olib, buni modelini deylik qadriyatlarimizga moslab bir biz ham olishni bilamiz, biz ham undan da zo'r kinolar ishlaymiz degan deylik tafakkur bo'lmasligi kerak. Bu bizni deylik tariximiz bor, ildizimiz bor o'zimizga yarasha. Albatta Markaziy Osiyoni ildizlari bir xil, lekin kim qanday kino olsa o'zlariga. Bizni qadriyatimiz, ertangi kelajagimizni o'ylab ish tutishimiz kerak. Bizni hozirgi qilinayotgan barcha islohotlar, umuman harakatlar, hozirgi siyosat ertangi kelajak uchun bitta kinoda deylik yomon ishlab turib, butun millatni zaharlashi mumkin. Butun millatni, shu kungacha qilingan ishlarni bir pul qilishi mumkin. Mana hozirgi kunda deylik, mana ko'ryapmiz men telenovelalarni. Faqat qaynana kelin. Ishlash kerak, adabiyot o'qish kerak, kinoda umuman ustida mayda detallarni ustida ishlash kerak. Har bitta qarash, gapirish, umuman deylik so'z. Umuman mana shu jarayonlarda kinoaktyorlarni ham deylik madaniyat instituti tomonidan qattiq talab qo'yilib, umuman deylik yaxshi kadrlarni chiqarish kerak. Bozorga mana shunda kino chiqadi, mana shunda rivojlanadi. Hozirda bizga erkinlik umuman berishni kerak yo'q. Hozirgi g'arbona deylik miyamizga, buzilgan deylik funksionalniy ongimizga erkinlikni berish, imtiyozlarni berish bu juda katta salbiy oqibatlarga olib keladi. Mana 100%. Fikrlaringizni izohlarda qoldirasiz degan umiddaman. Mana shu kino industriya haqida